Akalar, shu 10X mashinasini umuman joydan jildira olmayapmiz. Iloji yo'q, oxiri egasiga majbur bo'ldik aloqaga chiqishga. Shu 10X mashinasini akalar shu joydan olib chiqishimiz kerak edi. Qaranglar, bunda shunaqangi muammo bor ekanki, kuzatilyapti. Mashinaga o'tiramiz. Mashinani mana qaranglar, mana xalastoya, skoroslari joyiga tushyapti. Mashinani zavat qilamiz. Zavat qilgandan keyin mana splenasini shu patinkamiz yirtilib ketgunga davr bosyapmiz, lekin skorosga tushmayapti. Qaranglar mana. Zadniga solsak ham tushmaydi, 2ga ham, 3ga ham umuman tushmaydi ekan. 50 ming, 60 ming yurgan 10X mashinasi ekan. Qaranglar, umuman tushmayapti. Egasidan telefon qilib so'raganimizda buni ukalarga yechimi bor dedi. Splenani bosib shu zadniga solib dedi. Mana mashinani zavat qilib, shunaqa qilib mashinani olib chiqib olar ekan. Mana endi skorosdan ham yana chiqmaydi. Mana qaranglar. Yangi 10X mashinalarida shunaqangi kasallari bor ekan. Mana korobkasi ketganmi buni? Endi bilmaymiz, u mana joydan chiqmayapti. Bunda korobkasi o'lsa kerak. Qaranglar, mashinani o'chirgandan keyin joydan chiqyapti. Akalar, bu videoda shu 10X minadigan tanishimizga jo'natib qo'yamiz va ehtiyot bo'lsin.